Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 2026-yil 15-aprel sanasida navbatdagi bemorimiz Sog'lom turmush klinikasiga tashrif buyurganlar. Xo'p, bizning klinikaga nima shikoyat bilan tashrif buyurgansizlar? Biz epilepsiya muammosi bilan kelgandik. Buni sahri ham bor edi 2 yildan beri. Epilepsiyasi yaxshi, bitta lecheniyada ancha effekt bor, yo'q o'zi. Har zamonda bir beryapti. Bir kunga 20-30 talab ham berayotgan kuni. Hozir har zamonda bir beradi, u ham yengil o'tib ketadi, sezilmas darajada. Sahri bor ekan, 2 yildan shag'iga. Sahri ham Xudoga shukr baland yuraydi, 20 dan baland yuraydi. Pankreatit ichishimiz bilan, tabiiy ozuqa nimasida pankreatit bilan sahri tushdi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra pichigina bermadik, yana ko'tarildi. Bildimki, shu pankreatit natijasida buni sahri tushyapti. Sahri ham ancha chiqib joyiga tushib qoldi. Hozir ko'tarilgani ham 12, 14 undan oshib ketayotgan yo'q. Oldin 20 dan baland yurgan qizcha, hozir ko'tarilgani 12, 14 ga boradi. Xo'p, sizlarda o'sha birinchi shikoyatli epilepsiya, ikkinchisi ya'ni sahrli diabet. Nechinchi turi sahrli diabet? Birinchi turi. Xo'p, epilepsiya bo'yicha bizga nechinchi yil murojaat qilgansizlar va nechinchi marotaba kelishinglar? 2025-yil iyunda birinchi murojaatimiz qilganmiz. Keyin sentyabrda ikkinchi murojaatimiz qilganmiz. Bu uchinchi. Nechinchi kelishinglarda natijani o'zgarishlarda his qildingiz? Birinchida bilganmiz. Birinchida natijani bilgansiz. Bilganimiz sababdan keyin yana kelyapmiz. Tushunarli. Xo'p, o'sha oldin bizga kelishinglardan avval boshqa yerlarda davolanganmisizlar, boshqa o'zingizlarga ko'rsatganmisizlar? Samarqandga ham, Toshkentga ham ko'p joylarga borganmiz. Ya'ni o'sha sizni ko'rib turgan obunachilar bor, ya'ni ularning ichida ishonadigan, ishonmaydigan obunachilarimiz bor. Shularga qanday maslahatlar berasiz? Masalan, shu sahrli diabet va epilepsiya bo'yicha. Hammaga aytadigan gapim bitta, ixlos qilib kelish kerak, natijani o'zi ko'radi. Hozir men aytsam, ishonmasligim mumkin. Ma'lum bir sabablarga ko'ra bu maqtayapti deb o'ylashim mumkin. Sizlar meni amakim yo tog'amman, maqtamayman. Bor gapda aytaman. Effektni bilganim uchun yana qayta Qashqadaryodan kelyapman. Effektni bilganim uchun. Yaxshi natija. Sahrli diabet ham kesin mana baland dozadagilar tushadi. Даже insulinimizning dozasi ham pasaygan. Epilepsiya yo'qolyapti. Kundan kun hozir yo'q, o'zi yo'q. Ushbu doktor Jalilovning tabiiy nutrientlardan yana qay birlarini iste'mol qiladi? Pankreatga qo'shimcha epiklorid ichdik, nefrorid ichdik, sabr malham ichdik, keyin sog'lom ichak ichdik. Bulardan qanday foyda ko'rdi? Foyda yaxshi. Epiklorid bilan nefrorid ichgani beri mana qo'lida tonus bor deb bolani. O'ng qo'lida tonus bor. Hozir tonus yo'q. Mana bolani qo'li erkin holatda. Mana erkin. Oldin musht tonus bo'lib turadi. Hozir bolani qo'li erkin holatda. Sabr malham kichigina o'sbakay chiqib berdi. Sabr malhamda ham natijasi bor. Sezilarli darajada o'sbakay chiqib berdi buni. Keyin sog'lom ichak ichi qotib qolib kelmasdi. Ana shuni 2 kunda bir martaga joyiga tushirgan. Oldin bir haftada bo'lsa ham klizma orqali kelgan. Hozir 2 kunda bir o'zi erkin holatda borib keladi. Rahmat sizga ham bizning klinikadan shunday natijalar olganingizdan biz ham xursandmiz. Kelgusida bundan da yaxshi natijalar olinglar. Alloh o'zi shifo bersin. Allohim doktor omadini bersin. Boriga shukr. Dunyo turguncha tursin. Rahmat.